Chaqmoqning kuchi qadim-qadimlardan ma'lum bo'lgan, lekin insoniyat uni asl mohiyatini anglash uchun minglab yillar talab qilindi. Ilm-fan hali o'ylab topilmagan vaqtlarda esa odamzod chaqmoqni osongina ilohiy kuch sifatida qabul qilgan. Turk xalqlari afsonalarida Kayra osmonda chaqmoq ustidan hukmronlik qilgan. Yunon mifologiyasida bo'lsa, Zevs kimnidir jazolash uchun osmondan chaqmoq otgan. Rimliklar chaqmoq urushini Yupiter bilan bog'lagan. Skandinaviya xalqlarida esa Thor o'z bolg'asi bilan osmonga urganda chaqmoq paydo bo'ladi deb o'ylashgan. Hindlarda Indra, Slavyanlarda Perun, qadimgi misrliklarda esa Set xudosi chaqmoq bilan aloqador bo'lgan. Hatto Ink va Maya xalqlarida ham chaqmoq bu samoviy kuch yoki ilohiy qudratning belgisi deb hisoblangan. Bu afsonalar asrlar davomida odamzodning qo'rquvi va hayratidan tug'ilgan. Qadimgi odamlar chaqmoqqa ba'zida hukm, ba'zida jazo, ba'zida